Abdulloh domla birodarimizni albatta qilayotgan xizmatlari o'laroq hurmat qilaman. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytgan edilarki, biz Allohni sevdik. Shuning uchun Allohni sevganlarga oshiqmiz degan. Biz Allohni sevganmiz. Alloh yo'lida qilayotgan xizmatlari zafar topgan, ko'p insonlarning hidoyatiga sabab bo'lgan, hozir ham xizmatlari davomiy bo'lib turgan, Alloh barakat bergan insonlar, uning suhbati orqali muhabbatga erishayotgan odamlar jamoasi shakllanyapti. U Abdulloh domlaning suhbatini eshitib atrofidagi hammaga nafrat urug'ini sochayotganlar yo'q. Masalan, boshqalari bor. Da'vatni baqir-chaqir qiladi, suhbatini eshitgan bolalar kelib otasiga sakrayapti. Otasini xato qilding deyapti, o'zini o'rtog'ini kofirsan deyapti. Bu muammo. Lekin Abdulloh domlani qilayotgan xizmatlarini Alloh taolo o'zi ziyoda qilsin. Albatta, kishiga nisbatan hurmatim cheksiz.